Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, azizlar, tomoshabinlar. Bugun kineziologiya haqida gapirmoqchiman. Oxirgi bir necha yillarda kineziologiya atamasi O'zbekistonda rivojlanib boryapti. Xalq asta-sekinlik bilan bu kineziologiya nimaligini o'rganib boryapti. Kineziologiyaga ishonish kerakmi yoki bu kineziologiya safsatami, o'zimni fikrlarimni bildirib o'tmoqchiman. Eng avvalo shuni aytib o'tishim kerakki, kineziologiyaga men bir necha yildan beri kineziologiyani bilaman, ya'ni tasavvurim bor. Kineziologiyaga qiziqish bo'lgan vaqtlarda yoki bu kineziologiya videolarini ko'rib yurgan vaqtlarimda kamida 5,5 yil bo'ldi. Kamida bo'lmasa bundan ham ko'p. O'qib yurgan vaqtlarimda ko'rardim. Unda hali o'zbek qatlami orasida uncha mashhur bo'lmagan edi. Ko'proq mana Vasilyevani videolarini ko'rardim. Bir qaraganda chiroyli, bir qaraganda to'g'ri, bir qaraganda молодец deb o'rgin keladi. Ba'zi bir mana manualniy мышечный testирование to'g'ri ham. Diagnostik usullarini to'g'ri taraflari ham bor. Dori bilan dori ichib, ukollarga berilib, turli xil fezlechenilarni ko'rona olgandan ko'ra kineziologik manualniy мышечный testирование to'g'ri mashqlarga asoslangan kineziologiyaga borish, qatnashish meni nazdimda ham, meni shaxsiy fikrim ham shuki yaxshiroq, lekin degan narsa bor. Kineziologiya butun dunyoda isbotlanmagan. Bu birinchisi. Ikkinchisi, kineziologiyani ba'zi bir gaplari jabr odamni ensasini qotiradi. Misol qilib aytganda, tizza og'rig'ini asosiy sabablaridan biri bu jigardagi muammo deydi. Meni ensamni qotiradi. Ancha-muncha odam buni qabul qilishga ham qiynaladi-da, ayniqsa sal aqlli odam. Meni fikrim bu. Ayniqsa aqlli doktorlar. Undan tashqari ba'zi bir juda ham ximический sostav, bu degan narsalari bor. Bular ham hali bir dunyoda o'zini tasdig'ini topmagan. Azizlar, dunyoda Xitoy meditsinasi bo'lishi mumkin, lekin Hindiston meditsinasi bo'lishi mumkin, lekin biz bu dunyoda G'arb meditsinasi bilan yuribmiz. Buni yoqadimi, yoqmaydimi sizlarga aytyapman. Tan olasizmi, olmaysizmi, bu o'zingizning ishingiz. Hozir temperatura chiqib ketsa, nima ichasiz? Parasetamol, G'arb meditsinasi. Hech kim buni yolg'on deya olmaydi. Ibuprofen, Nurofen, analgin, Dimidrol, hatto bu ikkovi eskirgan, lekin G'arb, Yevropaniki, Amerikaniki. To'g'ri, bu kineziologiya ham shu G'arb, Zapadda paydo bo'ldi, G'arbda paydo bo'ldi, lekin uni bir kineziologiya bir oqimga o'xshaydi, sektaga o'xshaydi. Ba'zi bir holatlarda bunda ishqalab qo'yish bilan sizni mana bu мышечный zajimlaringiz yaxshi bo'lib ketmaydi. Yana bitta narsa, menga shu o'zim vrach nevrologman, vrach manualniy terapevtman. Menga do'stlar shu ba'zilari yosh qizlarni olib chiqib manual terapiya qilib ko'rsatadi, prosmotr yig'ish uchun. Menga unaqa mutaxassislar ham yoqmaydi. Ular vesi kam, oz-moz yoki bu yoqqa og'riydigan odamlarni olib chiqyapti. Haqiqatda esa kasallar boshqacha-ku. Kasallar semiz bo'ladi, gap tushunmaydigani bo'ladi, shahardan keladi, qishloqdan keladi, kambag'ali bo'ladi. Bu kineziologlarda ham bunday ko'rsak agar, shu ko'plari yosh bemorlar, ya'ni mana shu bemor asosida sizga falon narsani ko'rsatib beraman deb bemorni olib chiqadi. Bemorlar yosh. Hayotda esa undan og'ir kasallar bor-ku. Undan tashqari osteopatiya bor. Osteopatiya ham shu kineziologiyaga o'xshab ketadi. Lekin bu osteopatiya ham bir sekta. Men nima demoqchiman? Bormang, vaqti bormang, aldanasiz deyishdan yiroqman. Faqat bir narsani anglab, tushunib boring.
sizni misol qilib aytganda belingiz qotib qolganmi, мышечно-тонический sindrom bor yoki sindrom Burishevitniy mышцы bor, siz 3 marta 4 marta borganingiz bilan mana bu slabiy mushaklaringiz baquvvat bo'lib qolmaydi. Bunga o'zingiz mashq qilishingiz kerak. Yoki mana bu Koreshkoviy sindromlar ancha munchaga yo'q bo'lib qolmaydi tezda. Siz buni ham anglashingiz kerak. Tiz og'riqlari yoki mana bu artroz, 4-darajali artroz yaxshi bo'lib qolmaydi. Tем более 3 kunda, 4 kunda, 10 kunda yaxshi bo'lib qolmaydi. Gapirish chiroyli bo'lishi mumkin, lekin haqiqiy praktika qiyin do'stlar. Kitobda xolestetit, pankreatit, oshqozon gastritini shunday alomatlari bor, bunday alomatlari bor deb shu shikoyatlar yozib qo'yilgani, именно kitobdagidek yozilgandek bemorlarni topish juda qiyin. Bemorlar именно kitobda yozilgandek bo'lavermaydi. Misol 10 ta gastrit kelsin yoki 20 ta gastrit kelsin. Haqiqiy gastritlar mumkin bittasida, mumkin ikkitasida, mumkin 3 tasida shu kitobda yozilgandek tipichniy shikoyatlar bilan keladi. Qolganini boshqa shikoyatlar bo'lishi mumkin. Yoki grija kasalligi deyam shunday holat bo'lishi mumkin. Ya'ni kitob boshqa, praktika boshqa. Shuning uchun unday qilamiz, u mushaklar haqiqatan unday bo'lishdan paydo bo'ladi, unday qiladi degan gaplardan ko'ra sizga ko'proq shu reabilitatsiyani ko'proq tavsiya qilaman. Misol ba'zi bir kanallar bor internetda, doktor Demchenko kanali, Anton Yepifanov kanali bor. O'shalar ko'ring. Ular bu darajada kineziologiyaga berilmagan, kineziologiyani ma'lum bir qismlarini ishlatadi. Men kineziologiyani ma'lum bir qismlariga ijobiy qarayman, lekin umumiy kineziologiyani olib qaraganda bunga manfiy qarayman. Ya shu под вопросом, savol ostida qarayman. Tем более bu O'zbekistondagi o'zini kineziologman deydiganlar haqiqatan ham bir necha yillar davomida tahsil olganmi? Ular haqiqatan ham doktormikan? Keyin o'zi 28 ga kirgan yoki 30 ga kirgan oliy toifali vrachman deb ishonib o'tirmang. Chunki oliy toifali doktor ming zo'r aqlli bo'lsangiz ham shu 20 yoshda 25 yoshda zo'r bo'lgan taqdiringizda ham oliy toifali doktor bo'lish uchun ma'lum bir vaqt ishlash kerak bo'ladi. Ya'ni 25-28 yoshda oliy toifali vrach bo'lish juda qiyin. Misol nevroz bo'yicha O'zbekistonning eng zo'r mutaxassisi bo'lsangiz ham oliy toifali berilmaydi. Bilishim bo'yicha. Shunaqa do'stlar. Undan ko'ra sizlarga nima taklif qilaman? Shu manualniy mышечный testирование orqali ishlaydigan mutaxassislar bo'lsa yoki agar haqiqatan kineziologlarda zo'ri bo'lsa, taklif qilish, ishlash kerak. Keyin biling. Mushaklar bo'ladimi? Ya'ni bel mushagi bo'ladimi, bo'yin mushagi bo'ladimi? Mushaklar yo spazm bo'ladi, yo slabiy bo'ladi. Spazmni ezib, masaj qilib, turli xil apparatlardan foydalanish kerak. Slabiy mushakni kachat qilish kerak, baquvvat qilish kerak. Mushaklar asosan yo spazm bo'ladi, tirishgan, yo slabiy bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Keyin ma'lum bir dorilarni tavsiya qilsa ham ehtiyot bo'ling. Har qanday doktor, mas'ul manual terapevtman, manual terapevt ham shu mana falon zo'r dori deb dori reklama qilsa, darrov ishonib ketmang. Ko'ring, tekshiring, biling. Boshqa davlatda ham ishlatilyaptimi yoki yo'qmi sezing. Yana biling. Shunaqa do'stlar. Uzr, charchaganman. Shunaqa. Xo'sh, bu haqiqatdan juda zo'r narsa ekanmi, safsat ekanmi, ma'lum bir darajada savolga javob berdim deb o'ylayman. Rahmat.